kasbkor qilaman degan inson o'sha qiladigan kasbini o'ziga yuqishini ham o'rgansin. Hozir pul topaman, boy bo'laman degan hammasi biznesmen bo'laman deb uradi. Ishim chatoq bo'ldi, mana uncha qarzga kirib qoldim, umrim bo'yicha ham uzalmasam kerak, bola chaqamni boqa olmayapman, u bo'ldi, bu bo'ldi deganlarni ha yaxshi. Otangiz kasbi nima edi? Ha, otam falon ishni qilardi. Sizga ham o'rgatganmidi? Ha, o'rgatgandi. Nima balo, siz biznesmen bo'laman dedingizmi desangiz, ha deydi. U bunda qarab o'tirsa, savdo tijorat qilayotgan odamlarning ishi yurishyapti. Birovdan eshitdi, falonchi falon yerga borib, mana uncha taxta olib kelgan ekan, bir vagon ustiga muncha qo'yib sotgan ekan, bir oyda $10,000 foyda ko'ribdi desa, mana xuddi shunaqa qilsam 10 ming ko'raman ekan dedi, ketadi. Taxta qayerda uni bilmaydi. Olib kelish yo'lini bilmaydi. Bozorda sotishni bilmaydi. Ishi rasvo bo'ladi, qarzga olgan puli ham yo'q bo'ladi, taxta ham yo'q, foyda ham yo'q, haligi qarzga olingan pul ham yo'q, omadim kelmayapti deb yuraveradi. Undan ko'ra o'sha ota kasbini qil. Oz bo'lsa ham sabr qil, qanoat qil. Ko'p topaman deb bir urinishda umr bo'yi to'la olmaydigan qarz bo'lib yurgandan ko'ra, oz bo'lsa ham bola chaqangni oldida qorning to'q, usting bo'rt